Hammaga assalomu alaykum. Bu men ismim Jahongir Alsbernayn sohibi va bugun xudo xolasa men sizlarga bitta boshidan oxirigacha hammani qiynalgan reading qismidagi savol turini tushuntirib beraman va bu true false not given va hozir ekranlaringizda barcha natijalarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Juda ko'p studentlarga yordam bera bilganman va bugun ham sizlarga yordam bera olaman va bu darsni boshidan oxirigacha ko'rgan inson qanday qilib reading va true false not given ustida qanaqa qilib ishlashni 100% bilib oladi. O'sha uchun darsni boshidan oxirigacha ko'ringlar. Albatta oldlaringizda daftarlaringiz bo'lsin, kerakli payt notes olasizlar. Like va subscribe bosishni unutmang va albatta izohlarda dars haqida fikrlaringizni qoldiring. Xato bormi, yaxshi tarafi bormi, yomon tarafi bormi farqi yo'q. Just write anything you want. So bismillah deb darsni boshlaymiz. Хорошо, bugun biz reading true, false, not given va yes or not given haqida o'rganamiz. Qanday qilib bu savollarni javoblarini topishni, qayerdan topish kerakligini, qanday topish kerakligini hammasini bugun sizlarga tushuntirib beraman. Ketdi. Hop, kim agar mabodo reading oldin qilmagan bo'lsa va true false yes not given savol turida ustida ishlamagan bo'lsa, men sizlarga namuna ko'rsatishim kerak. Mana bunaqa ko'rinishda passage 1 da, mana bunaqa ko'rinishda passage 2 da true false va yes not given savollar berilishi mumkin va passage 3 da ham mana bunaqa ko'rinishda berilishi mumkin. Juda ko'p holatlarda true false not given passage 1 da tushadi, mana bunaqa. Va juda ko'p holatlarda passage 2 da tushmaydi. Buni men topishim uchun menimcha ikkita readingni pramo bitta ko'rib chiqqanman. Ikkita, ya'ni 8 ta reading testni ko'rib chiqqanman. Faqat bittasida ikkinchi passageda nima bor edi? Yes or not given, true false not given savollari. Passage 3 da yes or not given tushadi. Passage 1 da bor, passage 2 da bor. Qolganlarda odatda berilmaydi. Bugungi bizning o'z rejamiz nima? Dars davomida men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam bu asosiy qonun qoidalarni, qaysi qonun qoidalarini siz nima qilishingiz, follow qilishingiz kerak. Keyin true false va yes or not given javoblari odatda qayerdan, ya'ni lokatsiyasini qayerdan topsak bo'ladi, qanday beriladi javoblari va qanaqa farq bor true false not given, yes or not given orasida va eng muhimi reading qilganingizda true false not given va yes or not given farqi yo'qligi bitta savol turida eng muhimini tushuntirib beraman va oxirida bitta 3 level practice qilamiz, ya'ni 3 xil difficulty darajada readingni bajaramiz. Хорошо, qanaqa qonun qoidalar bor? Birinchisi bu reading qilganingizda true false not given qilyapsizmi, yes or not given, odatda javoblar tartibda berilgan bo'ladi. Ya'ni birinchi paragrafda berilgan javob birinchi paragrafda javob berilgan bo'lsa, ikkinchi savolga javob o'sha birinchi paragrafning tagida bo'ladi. Keyin qisqartirish mumkinmi, yo'qmi, ana shu narsani tushuntirib beraman hozir sizlarga. Aslida qisqartirish mumkin. Uni ham hozir detalni tushuntirib beraman va true false not given va yes or not given o'rnini o'zgartirish mumkinmi, yo'qmi? Mumkin va nima uchunligini hozir bitta tushuntirib beraman. Хорошо. Birinchidan true false va yes or not given ni qisqartirish 100% mumkin. Hech kim sizlarga hayotda yo'q demaydi. Buni minus qilmaydi hech kim. Yana bular amamlar yes ni y deb, no ni n deb, not given ni ng deb yozib qo'ysangiz, bu normal holat. Menda so'rashingiz mumkin. Qayerda bilasan, kimsan? Men birinchi konsulda so'raganman. Okay, birinchi konsulda so'ragan paytim birinchi konsul menga aytgandi, it's completely fine. Qisqartirish mumkin, completely fine. Birinchi konsulda o'zim so'raganman, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Хорошо. Keyingisi true false not given bilan yes or not given o'rnini o'zgartirsak, bilmasdan Jahongir aka bu xato deb hisoblanadimi? Yo'q, xato emas. True o'rniga yes, no o'rniga false yozsangiz hech qanaqa xato emas. Qayerdan bilasan degan savollar juda ko'p tushgan menga. Instagramga bunaqa video yuklagan paytim ham buni men birinchi konsuldan bilaman, birinchi konsuldan so'raganman. Nafaqat birinchi konsul, IDP da ham shunday. Eslab qoling shu narsani. Keyingisi javoblari qayerda bo'ladi va qanaqa qilib topish kerak bo'ladi. Xo'p, 99% holatda reading qilganingizda true false mi, yes no mi javoblar tartibda keladi. Ya'ni birinchi javob topganingizdan keyin ikkinchi javob uni tepasida bo'lmaydi. Yoki uchinchi savol javobi birinchining tepasida bo'lmaydi. Hech qachon no, almost never, ya'ni deyarli hech qachon, har doim emas. Juda kam holatda, o'sha 1% holatda aytaylik siz 5-javobni topgan bo'lsangiz, tepasida 6-ni javob bo'lishi mumkin. Kamdan kam holatda. Хорошо. Sizlarga example da ko'rsataman. Misol uchun agar birinchi savolni, ana bizda birinchi savol mana bu yerda berilgan. Agar birinchi savolni javobi shu yerda bo'lsa, ikkinchi javob ikkinchi paragrafda bo'ladi. 100%. 100% demak 99% ehtimollik bilan. Va bu passageni bajarganman va bu passageda shunday.
Birinchi javobini qarang qayerda joylashgan va ikkinchi javobni qayerda joylashganini ko'ring va uchinchi javobni qayerda joylashganini ko'ring. Tartibda kelgan. Ko'ryapsiz? Albatta ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda ham shunday, yana passage 2 dan ham shunday. Agar birinchi javob bizda ikkinchi paragrafda bo'lsa, 20-savolni javobi deylik. 20-savolni javobi shu yerda berilgan bo'lsa, 21-ni javobi katta ehtimollik bilan bu yerda bo'ladi va 23-chi, 22-ni javobi bu yerda katta ehtimollik bilan bo'ladi. Mana shunda tartibda berilgan bo'ladi. Yana bir marta aytaman, agar unlucky bo'lib qolsangiz, omadsiz bo'lsangiz, tartibda kelmasligi mumkin. Lekin bunaqa narsani men o'zim uchramagan bunaqa narsaga. Lekin eshitganman. Bir marta hayotimda eshitganman. Studentda reading qilganida true false not given savolda birinchi javobmi, ikkinchi javobmi teparoqda edi, qolganlari pastda edi. Mana shunday edi. Ya'ni 5-ni, 6-ni javobi pastda bo'lgan bo'lsa, 7-chi, 8-chi javobi teparoqda edi. Bu bir marta bo'lgan, bundan tashqari men boshqa eshitmagan. Xo'p. Qisqa qilib xulosa qilsak, javoblar true false va yes no degan tartibda beriladi 99% holatda. Qisqartirish mumkin, ya'ni true ni t qilib, yes ni y qilib yozish va true false not given bilan yes no not given ni o'rnini o'zgartirib qo'ysangiz, bu completely fine, minus qilinmaydi sizga. Buni men birinchi konsolda so'raganman. Xo'p, endi true false not given bilan yes no not given orasida farqi bormi? Endi men sizlarga tushuntirib berdim. True ni o'rniga yes yozsangiz, xato qilib qabul qilinmaydi tekshirilgan paytda. O'sha uchun bitta narsa eslab qolishingiz kerak. True false not given va yes not given farqini bilishingiz shart emas bu bir. Agar bilmoqchi bo'lsangiz, juda ko'p vaqtingizni, energiyangizni sarflab qo'yishingiz mumkin, chunki orasidagi farq juda ham kichkina va bu farq bizda true false not given bu shunchaki matndan olingan informatsiya. Yes not given bu avtorning fikri. O'sha muallifning fikri. Bittasida Jahongirning sochi qora deydi, ikkinchisida avtorning, ya'ni avtorning o'ylashi bo'yicha Jahongirning sochi qora. Tamom. Farqini bilishlaringiz kerak emas. Chunki aytganimda bittasini o'rniga true yozsangiz, bittasini o'rniga no emas false yozsangiz, bu xato qabul qilinmaydi. Qarashing. Eng muhimi. Qaranglar. Sizlarga ustozlaringiz yoki internetda har xil ustozlar, o'zim ham misol uchun juda ko'p har xil strategiya o'rgatishimiz mumkin, lekin eslab qolinglar, strategiya sizga sizni muvaffaqiyatingizning taxminan bir 10%ni, 20% tashkil etishi mumkin. 80-90% muvaffaqiyat IELTSda bu vocabulary. Nima uchun deb so'rashingiz mumkin? Chunki vocabulary bu bizda comprehension nima degani? Understanding nima degani? Tushunish va tushunish nimadan kelib chiqadi? Lug'at boyligidan. Qancha ko'proq lug'at boyligi bo'lsa, o'shancha yaxshi. Hech qanaqa strategiya, texnika va hattoki grammatika vocabulary'dek muhim emas. Ya'ni qancha ko'proq so'z bilsangiz, o'shancha yaxshiroq. Ya'ni siz 1 soat sarflagan, aytaylik, bizda 1 soat sarflashga vaqt bor. O'sha 1 soatni lug'atga emas, grammatikaga emas, lug'atga sarflang. So'z yodlang, qanaqa ishlatishini ko'ring va asta-sekin practice bilan, ya'ni tajriba bilan ko'p ishlatib, xato qilib siz grammatikani ham o'rganib ketishingiz mumkin. Lekin lug'at hammasidan muhim. Eslab qoling bu narsani. Qarashing. Misol keltiraman, ya'ni Jahongir qayerdan bilasan? Meni ustozim bunaqa deydi, unaqa deydi, vocabulary muhim emas deyishingiz mumkin. No, unaqa emas, ana sizlarga misol keltiraman, aytaylik 46-savol. 46-savolga qarasak. Va 46-savolda sizda lug'at bo'lmasa, na javobini topa olasiz, na savolni o'zini tushunasiz. Tushuna olmaysiz. Qayerdan bilaman? Chunki yaxshilab qaranglar savolni o'ziga. Buning ichidan accurate so'zi bor. Keyin representation. Mana shu ikkita so'zni bilmasangiz, shu o'yildiz. Tasavvur qiling, mana shu ikkita so'zni tushundingiz. Mana tushundingiz buni ham, buni ham. Javobini topa olmaysiz, qiynalasiz, chunki accurate ni o'zini yozmagan, representation'ni o'zini ham yozib bermagan. Juda qattiq paraphrase qilgan, ya'ni sinonimlar juda yaxshi ishlatilgan. Misol uchun, immature so'zni tushunmasangiz javobini topolmaysiz. Evidence so'zni tushunmasangiz tushuna olmaysiz. Considerable resilience degan narsani tushunmasangiz javobini topa olmaysiz katta ehtimollik bilan. Maturity degan so'zni tushunmasangiz javobini tushuna olmaysiz. Maturity bilan immature. Sizda lug'at bo'lmasa tushuna olmaysiz. Eslab qoling bu narsani. Eng muhimi reading, listening, writing, speaking bu albatta lug'at. Endi praktika o'tamiz. Birinchi easy dan boshlaymiz. Endi true, false, yes, no, not given orasidagi farqni tushunish uchun, ya'ni qachon bizda true yes bo'ladi, qachon bizda false no bo'ladi va qachon bizda not given bo'ladi. Mana shuni easy example da tushunib olamiz. Misol sizlarga matn berilsa,
Jahongir likes ice cream desam. Endi savol. True, false va not given nimalarni ko'rib chiqamiz. Eslab qolinglar. True ni o'rniga yozish mumkin, false ni o'rniga no yozish mumkin va not given ni yozish ng qilib yozish yoki false ni no ni fn deb yozib qo'yish. Bu Completify'ni bir marta eslatib qo'yapman sizlarga. Ko'ramiz. Mana bizda matn berilgan. Jahongir likes ice cream. Ice cream yaxshi ko'rar ekan. Bildik endi. Savol. Jahongir enjoys sweets like ice cream. Xo'p, Jahongir ice creamni yaxshi ko'radi va pastda yozganman. Jahongir ice creamga o'xshagan shirinliklarni yaxshi ko'radi. Savol endi. Jahongir ice creamni yaxshi ko'radimi? Da. Tamam. Boshqa hech narsani bilishimiz shart emas. Ya'ni bu holatda bizda javob true bo'ladi. Nima uchun? Chunki tepasida aytgan Jahongir likes ice cream, likes ni o'rniga qaysi ishlatyapti? Enjoys ice creamni o'zini yozib qo'yishibdi. Marhamat. Все. Bo'ldi. Kimdir aytishi mumkin, sweets yozgan-ku. Da, sweets yozgan, lekin qaysi sweetslarni bizga aniq yozib qo'ymagan yoki umuman hamma sweetslarni yaxshi ko'radi deb aytmadi. Ya'ni hamma shirinliklarni yaxshi ko'radi deb aytmadi. Bo'ldi. Bilganimiz, Jahongir ice creamni yaxshi ko'radimi? Ha, bu aniq. Bu yerda berilgan. Savol. Bu yerda ham shu narsa aytganmi? Da, aytgan Jahongir enjoys ice cream. Все, finished. Easy peasy. Keyingisi. Marhamat. True yoki yes yozib qo'yishimiz mumkin. T yoki y yozib qo'yishimiz mumkin. Shuni o'zi. Jahongir likes ice cream bildik. Xo'p, savol. Jahongir doesn't eat sweets like ice cream because he doesn't enjoy it. Ana savol so'raymiz. Enjoy qiladimi yoki enjoy qilmaydimi? Birinchidan like enjoyga sinonim. Bizning gapimizda bu yerda, mana bu qismida don't yo'q. Bu yerda don't bor. Ko'ryapsizlar? Ya'ni inkor bor. Inkor borligi uchun bu javobni biz nima deymiz? No deymiz. Chunki tepada nima degan? Jahongir ice creamni yaxshi ko'radi degan. Ya'ni marojnani yaxshi ko'radi, pastda esa u marojnani yaxshi ko'rmaydi. Undan zavq olmaydi. Shuning uchun javob bizda false yoki no bo'ladi. Tushunyapsizlar? Chunki he doesn't nima degan? He doesn't enjoy it. It nima u? Ice cream. Ice creamni yaxshi ko'rmas ekan. Bu xato. Jahongir ice creamni yaxshi ko'radi. Dальше. Jahongir likes ice cream. Ya'ni pastda o'qiymiz nima degan? Jahongir likes to eat sweets. Ya'ni Jahongir shirinliklarni yaxshi ko'radi. Qaranglar. Ice cream yaxshi ko'radi degani hamma shirinliklarni yaxshi ko'radi degani emas. Lekin savolda bizda shirinliklarni yaxshi ko'radi deyapti. Lekin aslida bizga faqat ice cream haqida ma'lumot bor. Ya'ni men balkim faqat marojnani yaxshi ko'rishim mumkin, lekin pahlavani yaxshi ko'rmasligim mumkin. Faqat marojnani yaxshi ko'rishim mumkin, yoki shokoladni yaxshi ko'rmasligim mumkin. Ice creamni yaxshi ko'rsam, katta ehtimollik bilan kola, aytilgan, kolani yoqtirmasligim mumkin. Bu ham shirinlik. You never know. You never know. O'sha uchun bizda aniq ma'lumot berilganda qanaqadir general ma'lumot keyinchalik berilsa, bilinglarki, katta ehtimollik bilan bundan kifan. Misol uchun Jahongir o'z mashinasini yaxshi ko'radi, hamma mashinalarni yaxshi ko'radi degani emas. Jahongir Mercedesni yaxshi ko'radi degani BMWni, Teslani, keyin Lexuslarni yaxshi ko'radi degani emas. Mana shu narsani eslab qoling. O'sha uchun bu holatda bizda javob not given bo'ladi. Nima uchun? Chunki biz bilamiz, faqatgina ice creamni yoqtiradi, lekin nimani yaxshi ko'radimi yoki yo'q, bu 100% bilmaymiz. Maybe yaxshi ko'radi, balkim bu true. Maybe yomon ko'radi, bu false da. Va not given bitta zo'r nimasi bor, xususiyati bor, ham true ham false bo'lishi mumkin javob, katta ehtimollik bilan not given bo'ladi. Shunaqa juda ko'p not given javoblar ham true ham false ga yaqin. Marhamat. Not given. Хорошо. Sizlarga bitta narsani tushuntirib berishim kerak va bu bizda not given doimo ham shunchaki not given bo'lmaydi. Ya'ni not given berilmadi degani emas, ayrim payt bizda yetarlicha ma'lumot yo'q degani. Yetarlicha ma'lumot yo'q, biz 100% bilmaymiz. Misol uchun bizda videografer bor, Abdumalik. Abdumalik loves lifting, but he might not like jiu-jitsu, he might not like combat sports, he might not like hockey, he might not like basketball, he might not like baseball. Marhamat, ko'ryapsiz? Bu narsani ham inobatga olib qo'yishimiz kerak. Chunki biz bilamiz, Abdumalik liftingni yaxshi ko'radi, lekin maybe he doesn't like all the other sports. We never know. Bu narsani bilmaymiz. Bizda yetarlicha ma'lumot yo'q. Ota.
Eslab qolinglar, not given nafaqatgina informatsiya umuman berilgani degani emas, ayrim payt bizga yetarlicha ma'lumot yo'q degani. Hop. Yoki ham true, ham false, ham yes, ham no bo'lishi mumkin bo'lgan javobda. Shu Abdumalikka qaytsak, u liftingni yaxshi ko'radi, lekin liftingni yaxshi ko'rsa, ya'ni og'ir yuklarni ko'tarishni yaxshi ko'rsa, u inson balkim futbolni yoqtirmaydi, basketbolni yoqtirmaydi, table tennisni yoqtirmaydi, oddiy tennisni yoqtirmaydi. We never know. We never know. Ketgina bir qiyinroq reading passageni bajaramiz. Hop, bizga swallows in migration, qaldirg'ochlar migratsiyada. Hop, bizda 3 ta savol bor hozir. Men faqat 3 tasini tanladim. 1, 2 va 3. Marhamat. Va bular tartibda berilgan. Masalan, tushuntiringizda javoblar tartibda berilgan. Qayerdan bilaman? Chunki buni bajarganman oldin, javoblarni bilaman. Men bilaman, birinchisining javobi boshida berilganida. Hop. Buni albatta pauza qilib o'zingiz bajarib ko'rib, keyin meniki bilan tekshirib olsangiz bo'ladi. Hop. Ikkinchisi bor, marhamat, va uchinchisi mana. Javob mana shu tartibda berilgan. Bitta-bitta savolni o'qiymiz. Savollar nima deydi? So the swallow is the only species of bird that migrates to spend the summer in northern Europe. Okay. Qaldirg'och yagona bir qushning turi, qaysiki o'sha summerni, ya'ni yozni mana shu Yevropaning qismida, shimoliy qismida sarflaydi. Yagona qush, tamom, boshqasi yo'q. Ya'ni swallow bizga only species, tamom. Northern Europe. Mana shu 3 ta so'z bizga 3 ta qism juda muhim. Ikkinchisi, the swallow is easily noticeable because of its tail and way it flies. Ko'ramiz. Swallow deyapti, noticeable deyapti, tailni deb va the way it flies. Marhamat. Qarashdachi, the swallow is frequently seen in cities. Ya'ni swallow juda ko'p topiladi nimalarda? Shaharlarda. Ko'ramiz. True, false, not given. Yes, no, not given. Birinchisi, qaldirg'ochlar yagona qush qaysiki Yevropani shimoliy qismiga boradi. Ko'ramiz. Nima yozgan? Every April, along with many other species of birds, the swallow, qaranglar. With many other species of birds, the swallow, ya'ni qaldirg'och boshqa ko'p, ya'ni ko'p boshqa turdagi qushlar bilan birgalikda nima qiladi? Arrives to spend the summer the summer months in northern Europe, ya'ni Yevropaga, shimoliy Yevropaga yozni sarflash uchun ular uchib ketar ekan. Boshqa juda ko'p qush turlari bilan. O'sha uchun javob bizda nima bo'ladi? Bu only mi? Yo'q. Only emas. Ya'ni bizda boshqalar ham bor, ya'ni many species of birds bor. O'sha uchun bu javob bizda nima bo'ladi? Bu javob bizda false bo'ladi yoki no bo'ladi. False. False. Yoki xohlasangizlar F deb yozib qo'yinglar javobini. Yoki xohlasangizlar N deb yozib qo'yinglar. Xohlasangizlar no deb yozib qo'yishingiz ham mumkin. Qanaqa yozish farqi yo'q, asosiysi tushunarli tilda yozib bering. Tekshiruvchi bilish kerak javobini. Yana bir marta bu javob false. Nima uchun? Chunki bu yagona qush turi emas. Ikkinchisi, qaldirg'och ko'zga tashlanadi, dumi va uchish yo'li tufayli ko'zga tashlanadi. Shunaqami? Ko'ramiz. The swallow is well known, ya'ni noticeable, da, ko'zga tashlanadi yoki juda mashhur degani. Throughout its range for several reasons. Firstly, ya'ni nima uchun? It's very distinctive, ya'ni ko'zga tashlanadi, distinctive. Noticeable ga synonym. With its forked tail, u o'zini nimasi bilan, dumi bilan, and characteristic acrobatic swooping flight, ya'ni uchish yo'li bilan va dumi tufayli bu qush bizda nima? Distinctive, ya'ni noticeable. Ko'ryapsiz? Har bitta so'zga sinonim topib bilyapman. Ya'ni menga noticeable ga sinonim kerak edi, topdim. Tail, da, fork tail, the way it flies, bormi sinonim? Bor. Characteristic acrobatic swooping flight, ya'ni o'ziga xos akrobatik, buni bilmayman qanday tarjima qilishni, swooping uchish yo'li. Marhamat. Easy peasy, ya'ni buni javobi true bo'ladi. Tay qilib qo'yaman. The swallow is frequently seen in cities. Yani shaharlarda tez-tez ko'rsa bo'ladi. True, false bilan ikkovini ko'ramiz. Oxirida javob berilgan. Oxirida nima degan? It is, ya'ni swallow. Swallow, however, rarely, ko'ryapsan? Rarely to be encountered in towns or cities. Yani shaharlarda kamdan kam holatda encounter, ya'ni duch etiladi. Ya'ni kamdan kam holatda bu qushga duch etasiz.
kamdan kam holatda. Bu yerda esa agar frequently degan qarama qarshi so'z. Rarely kamdan kam, frequently tez tez. Ya'ni buni javobi false bo'ladi, chunki aslida shaharda kamdan kam holatda buni ko'rasiz. Marhamat. Endi biz qiyinroq passagega o'tamiz. Qiyinroq passage bizda bu juda bir qiziqarli passage, o'zimga yoqqan passage. Ikkita savolni tanladim. 43 va 44. Bu yerda уже eslab qoling, passageda 99% holatda bizda yes or no given savollar tushadi. Bu yes or no given savol albatta qiyin bo'ladi va hozir shu passageni misolida nima uchun lug'at boyligi muhimligini tushunib olasiz. Birinchisi, the political model is unpopular among academics, ya'ni political model bizda nima emas ekan, mashhur emas ekan akademiklar orasida. Xo'p, mashhur emas, not popular. The political model may lead to young homeless people being regarded as having hardly any control over their lives. Marhamat, bu yerda o'sha juda qiyin tarjima. Juda ko'plar uchun regarded as hardly any tarjima qilamiz. Ya'ni political model shu narsaga olib kelishi mumkinki, yoshlar, uysiz odamlar o'zini qabul qilishi mumkin. Deyarli ularda o'zini hayotida kontrol yo'qdek o'zini qabul qilishi mumkin. Vot, marhamat. Hali yarim soat bo'lmadimi? No, 20. Okay, almost finished. Endi bularning javobini topishimiz kerak. O'qiymiz tepadagi qismni. Mana o'sha promptni kesib olib tashladim bizga. Four approaches can be taken towards the explanation of youth homelessness. Uzr, tarjimani men tugatib beray sizlarga yana bu yerda yana bir marta. Ya'ni yoshlar, o'sha political model yoshlarni o'zini hayotini boshqara ola olmaydi degan narsaga olib kelishi mumkin. Va hozir pauza qilib shuni tarjima qilishga harakat qilsangiz, haqiqatan tarjima qilish qiyinligini tushunib olasiz. Menga hattoki yana tarjima qilish qiyin, sizlarga shuncha buni tarjima qilganimdan keyin shuncha yil davomida still difficult tarjima qilib berish, so'zma-so'z chiroyli qilib. Tushunyapsizlar, o'sha uchun lug'at boyligi juda muhim. Eslatib qo'ying. Four approaches can be taken towards the explanation of youth homelessness. One is the political model. Marhamat, political model, ana political model haqida gapirish boshladim. Which sees homelessness as stemming primarily from the way society is organized. This is a view widely adopted in academic circles. Marhamat, academic degan narsa chiqdi va unpopular ga bizga antonim berildi. Bizga bu yerda unpopular dedi, lekin aslida bu unpopular emas, bu nima bizda widely adopted, ya'ni bu popular. Widely popular degani keng tarqalgan, agar keng tarqalgan bo'lsa mashhur, ko'pchilik uni yoqtiradi. Marhamat, bu yerda unpopular, ya'ni ko'pchilik yoqtirmaydi degani. Qarama-qarshi ma'lumot berilgan va o'sha uchun javob bizda bu yerda nima bo'ladi? No, qarama-qarshi ma'lumot borligi uchun. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi nima deyaptiki, political model shunga olib kelishi mumkinki, yoshlar o'zini hayotiga nisbatan juda kam kontrol borligini his qilishi mumkin. O'qiymiz, haqiqatan shundaymi? Javobi bizda oxirida berilgan. Albatta buni pauza qilib o'zingiz ham bajarib olishingiz mumkin. Meni maqsadim sizlardan kamroq vaqt olib yaxshilab buni tushuntirib berish, lekin buni butunlay o'qimasdan javob topish bu impossible narsa. Eslab qolinglar bu narsani. Men buni qilganim uchun bu javobni qayerda joylashganini bilyapman. Va e'tibor beringlar, oldingisi ham, bunisi ham tartibda berilgan. Marhamat. Mana marhamat. O'qiymiz. In addition, this approach tends to treat young homeless people as powerless victims, which patronizes them and ignores the fact that they're still capable of self-determination. Tarjima. Bundan tashqari, bu yondashuv yoshlar shunaqa yoshlarga qarar ekanki, ularni kuchsiz qurbonlar sifatida qabul qilar ekan. Qaysiki ularni pastga uradi va bitta narsani e'tiborsiz qoldiradiki, что ular hali ham hayotini o'zgartira oladi. Capable of self-determination. Mana shu tarjimasini bilmasangiz qanday qilib javob topa olasiz? Hech qanday. Absolutely no way. Hozir agar siz tarjimani tushungan bo'lsangiz, buni tarjimasi va buni birga birro'ga tushib turibdi. Ya'ni javob yes. Nima uchun endi savol tug'iladi? Chunki regarded ni bizda tend to treat deb nima qildi? Paraphrase qildi. Dalcha hardly any control tarjima qilamiz. Hardly any tarjimasi deyarli yo'q degani. Hardly any degan deyarli yo'q. Hardly any bizda powerless victims deyapti. Marhamat. Ya'ni kuchsiz. Ularda kuch yo'q. Hardly any power bor.
they have hardly any power. Ko'ryapsan? Ya'ni hardly any control. Mana shunday paraphrase qilgan. Ya'ni ular kuchsiz qurbonlar deb ularni qabul qiladi va political model haqiqatan ularni hisoblar ekan, degan bu hisoblama hisoblaydi. Shundayki, xuddiki ularda deyarli hech qanaqa hayotga nisbatan kontrol yo'q. O'sha uchun javob yes bo'ladi, birga bir tarjima. Bilaman, ko'pchilik uchun bu qiyin, lekin men aytganimdek eng muhim narsa bu har doim bo'lgan va bo'ladi vocabulary eslab qolinglar. Qisqa qilib bu dars haqida xulosa qilsak, ya'ni bir marta takrorlaymiz, true, false, not given va yes to not given orasida deyarli farqi yo'q. Farqini bilsangiz ham hech qanaqa u nimangizga ta'sir qilmaydi, ba'zingizga. Bilishingiz shart emas. Bittasini o'rniga ikkinchini yozish mumkin, qisqartirish mumkin. Eng muhimi bu vocabulary, location va javoblar qayerda joylashgan, qanaqa tartibda berilishi masalasiga tushuntirib berdim. Ya'ni javoblar 99% holatda tartibda beriladi. Mana shu paytgacha faqatgina bir marta tartibda berilmaganini eshitganman, tamom. O'shani ham eshitganman. Yaxshi nima deyiladi, надежный, reliable sourcedan ishonchli odamlardan eshitganman bo'lgan. Shuning uchun hamma narsaga tayyor bo'lganingiz yaxshiroq. Va shu bu darsda nimadir o'rganingiz degan umiddaman. Agar nimadir o'rgangan bo'lsangiz, albatta pastda berilgan har bitta havolani tekshirib chiqing. Instagramimga, Telegramimga, YouTube'imga subscribe qiling, obuna bo'ling, like ni bosing va bu darsdan nimadir o'rgangan bo'lsangiz, izohlarda o'shani yozib chiqing.